Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Quyidagi savolimizda berilgan ifodamizni bu ifodaga teng bo'ladigan bo'lsa, hop 100 plus 11 plus ni qiymatini toping debdi. Demak, bu misol ishlashda bizga kerak bo'ladigan tushunchalar qoldiqli bo'lish va oddiy kasrlar. Demak, biz 35 ni 11 ga bo'ladigan bo'lsak, 35 ichida 11 talardan bizda 3 ta bor va bu ifodani biz 3 plus 35 ni 11 ga bo'lganimizda qoldiq 2 bo'lganligi hisobiga biz buni 2 taqsim 11 deb yozsak bo'ladi. Endi berilgan ifodamizni bizda 1 taqsim ko'rishib o'tib oladigan bo'lsak, 3 qo'shilgan biz 2 taqsim 11 sonini 1 taqsimda 11 taqsim 2 deb yozib olsak bo'ladi. Ya'ni 1 11 taqsim 2 ga bo'ladigan bo'lsak, bu ifodani o'ziga o'tadi. Va bu ifodani yana biz soddalashtiramiz. 3 qo'shilgan 1 taqsimda 11 ichida 2 talikdan nechta bor? Ya'ni 11 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsak, 5 butun bo'ladi, qoldig'i esa 1. Mana. Va bu ifodani bunga tenglashtiradigan bo'lsak, a qo'shilgan 1 taqsimda b qo'shilgan 1 taqsimda c va quyidagi tengligidan bizda a ning qiymati 3 ga teng bo'ladi. b ning qiymati esa 5 ga, a c ning qiymati esa 2 ga teng bo'ladi. Va bu hamma ifodani yuqoriga olib borib qo'yadigan bo'lsak, misolimizda javobga chiqqan bo'lamiz. Ya'ni, hop 300 qo'shilgan 50 qo'shilgan 2, ya'ni 352. Berilgan misolimizda to'liq yechimi 352 ga teng bo'ladi.